Ko'pchilik stress miyada bo'ladi deb o'ylaydi, lekin stress butun tanada reaksiya beradi. Stress olganingizda bo'yningizda qotish, yelkada diskomfort, bosh og'rig'i bilan namoyon bo'lishi mumkin. Quchoqlashganingizda yoki tanaga tekkizilgan ohista harakat teri ostidagi nerv tolalari orqali miyaga signal boradi. Shuni evaziga oksitotsin gormoni ajraladi. Oksitotsin gormoni esa stress gormoni bo'lgan kortizolda darajasini pasaytiradi va parasimpatik nerv tizimini faollashtiradi. Parasimpatik nerv tizimi esa bizni tinchlantiradi. U yurak urishini sekinlashtiradi, qon bosimini tushiradi va muskullarni bo'shashtiradi. Bu xuddi quchoqlash bilan yoki muloyim silash bilan siz tinchlan degan knopkani bosib qo'ydingiz va u ishga tushib ketdi. Shuning uchun ham tibbiyotda antistress muolaja sifatida jismoniy kontakt, massaj, harakat terapiyasidan foydalaniladi. Stressda nima bo'lishini va uni qanaqa tushirishni bilib oldingiz. Faqat bitta iltimos, ko'chaga chiqib stress olganingizda ko'nglingiz tusagan odamni quchoqlab yurmang. Bu videoni esa ko'p asabiylashadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Salomat bo'ling.